Umrzoq aka fizikadan ham xabaringiz bor ekanda. Men asli matematikadan 1957-yil Xo'jandda aviatsiyani dakmillar bir shu yoqqa ketdi. Sharstonda birinchi o'rinni oldim matematikadan. Otam yig'ishtir dedi. Sharstonda birinchi o'rinni olish hazramas. Osonmi? Sharstonda qancha qishloqlar bor? Bu Alloh yuqtirgan bir jihatingiz bo'lganda endi. Tayyormizmi? Zapis boshlasak bo'ladimi? Tayyor kameramiz, ha? Assalomu alaykum qadrli ko'rarmanlar, aziz kuzatuvchilar. Bizni mamlakatimiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Turkiston hududida, umuman Markaziy Osiyo mintaqasi va dunyoning turli mamlakatlarida Qiyofat telekanalimizni, ya'ni YouTube kanalimizni kuzatuvchilari, muxlislari bor. Bugun biz favqulodda kutilmagan bir uchrashuvni siz hukmingizga havola qilyapmiz. Tojikistonda biz, qadrli do'stlar, Tojikistonda biz tojikistonlik yurtdoshlarimizga, tojikistonlik qadrdonlarimizga ham assalomu alaykum deymiz. Siz tuprog'ingizda biz va bu o'z navbatda bizni ham tuprog'imiz. Meni yonimda ajoyib bir inson o'tiribdilar. Ya'ni Umrzoq aka Doniyorov. Mana shu kitob shu kishiga bag'ishlangan. Umrzoq akaning hayoti tuproq bilan bog'liq, dala bilan bog'liq, dehqonchilik bilan bog'liq, mehnat bilan bog'liq. Bu inson bir umr hozirgacha hayotlarini ana shu xayrli ishlarga, xayrli kasbga sarflaganlarga achinmaydilar. Umrzoq Doniyorov Tojikiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan mexanizator, bir necha orden va medallar sohibi, o'sha paytdagi SSR paytdagi Lenin komsomoli mukofoti laureati, Tojikiston Oliy Soveti deputatiga o'xshagan juda katta siyosiy maqomlarga ham ega inson. Umrzoq aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush keldingizlar. Rahmat. Barokallaringiz bersin. Tashakkur. Umrzoq aka, yoshlari 85 ga borayotgan odamlarni ko'rganimizda birinchi sog'liqlarini so'raymiz-da. Chunki keksalik hikmat, lekin keksalikda sog'lig'i mustahkam bo'lishi ham muhim. Shuning uchun sog' salomatsiz, ko'rinishingiz yaxshi. Hozir yangam bilan o'tirib gaplashdi. Yangam ham yaxshi ekanlar. Ayniqsa er xotinni qo'sha qarishi juda hikmat ko'p ekanda. Bekorga xalqimiz qo'sha qari demas ekan. Yoningizda bormi? Gapingizda oldim. Agar erkakning yonida xotin bo'lsa, u qarimaydi. Qarimaydi. Men bir narsa shukr qilaman. Sahar ertalab 3:30-4 bo'lmasa tiqillab tarasuvab keladi. Bu men uchun eng katta baxt. Baxt, qarang. Hammani ham shu kunga yetishib, uni so'rayman. Xudodan. Ilohi. Albatta, insof bo'lsa imom bo'ladi, imom bo'lsa oilada baraka bo'ladi. Endi biz ota-onamiz nima xizmat qilgan bo'lsa, farzandlarni qaytarishini ko'ramiz. Shuda o'sha ota-onaga qilgan xizmatingizning mukofoti bor. Albatta, bu qaytardini ham. Hech kim Xudoni ko'rmagan. Lekin ota-onaning roziligini, duosini olish kerak. Albatta, albatta. Kelajagi obod bo'ladi. Albatta. Kechirasizlar. Umrzoq aka, siz ikkita xalq farzandisiz, o'zbek va tojik xalqining farzandisiz. Tug'ilgan joyingiz shu tog'lar bag'ridagi go'zal tabiatli Kenqo'l tug'ilgansiz va keyingi hayotingiz Tojikistonning eng chekka cho'l hududlaridan biri bo'lgan Zafarobod tumanida. Siz Zafarobodga qanday kelib qoldingiz? Cho'lga tog' tashab, tog' tashab hayot majbur qilgan, sharoiti og'ir bo'lgandan keyin otamlar Vata Toshkent oblasida edi. Hozir Sirdaryo oblasining Bayot rayoniga 4-Bayot savg'aga ko'chib bordilar 1958-yil. Men 59-yil keyin Tushoqqa borib ish boshladik. Bayotda? Bayotda 4-Bayot savg'asining 6-bo'limidan, Darvozaqirda. Xudoga shukr yaxshi hamma ishladik. 1964-yilda 18-safar Farg'ona savg'asi ochildi. Erga borib bir 6 brigadilgam qildim. Qarang. Nasib Bekirov bizda 4-Bayot savg'ada glavniy injener edi. Savg'at direktor bo'ldi Farg'ona savg'asi. Biz shu ko'chib nasib bordik. Yo'l sharoiti og'ir bo'lgani uchun majbur keyin 1965-yil men Zafarobodga o'tdim. Qaytib keldingiz. Traktorchilik bilan hamma sharoit bor edi, yangi ochilgan joylar. Endi mehnat qilishimiz kerak edi. Albatta. Chunki cho'l sharoitida yashash avvalo oson emas. Unda mehnat qilish jazirama issiqda, haligi qishi, yozi, sovuqda keyin shamol esadi bu yerlarda. Bu shamollarga bardosh berish hammaning qo'lidan kelmaydi. Siz asosan paxtachilik, asosan mexanizator bo'lib ishladingiz. Undan keyin brigada boshlig'i bo'ldingiz. 1974-yil brigada boshladim. Komsomol Tojikiston savxozligining 1-bo'limining 6-brigada. O'sha yerda
5 yil ishladik. 1980-yil savqot loyin savqot bo'limida kamsol bo'lingandan keyin bu yoqqa o'tib keldim. Mana Umrzoq aka, siz hayotingiz hali yangam aytdilar. Bu Umrzoq otangizni topgani, ko'z ochib ko'rgani men va tuproq brigada boshliqligi dala bo'ldi dedilar. To'g'ri. Shuni so'ramoqchiman, keyin yangadan so'radim. Umrzoq otam kam bo'ldilarmi shu ish bilan shug'ullanib desam, Allohga shukr dedilar u kishi. Allohga shukr dedilar. Demak, kam bo'lmadingiz. Xo'rzo'r emasmiz. Shukur bitta traktoriz. Xudoga shukur, hozir Tojikistonda samolyot yurish bepul. Poyezdda yurish bepul. Avtobusda yurish bepul. Qayerga qaysi bo'lmasa borib lishar olsam bepul. Har 2 yilda bepul pichoq berib turibdi. Bundan ortiq davlat bo'ladi. Yana nima kerak deydi. Mana endi xabaringiz bor, bundan 10 yillar oldin O'zbekiston Tojikiston Respublikasiga borib kelish azob edi. Bu gapirmang. U azob edi. Lekin shu azobni eslamoqchi biz bugunda eslaylik deyapman. Men eslashim Pirimqul Qodirov amakim bo'lardi. Pirimqul Qodirov O'zbekiston hayot. Yo'llar hammasi yopiq. Granitsani endi qaysi yo'lman bir balaqib endi borib tajriba qatnashmayman. Bu o'zimdan chiqmaydi. Ming rahmat hozir Shavkat Mirziyoyevga. Hamma granitsalarni ochib qo'ydik. Bemalol kecha kunduz borib kelyapti. Men bunga minnatdorlik shukr qilaman. O'zbekiston, Tojikiston barimiz bir el, bir xalqimiz, tilimiz bo'lak bo'lgan bilan. Qalbimiz bitta. Qalbimiz, dilimiz hammasi bir. Shunday. Kelishimiz bir, o'lib chiqishimiz bir, yashashimiz bir, turmush sharoitimiz bir, ishlashimiz bir. Shunday. Buning uchun men Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiraman. Har ikkala prezidentlarimiz ham juda xayrli ishlar qilyaptilar. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari Emomali Rahmon janoblari, Shavkat Mirziyoyev janoblari bugungi kunda dunyo miqyosida masalan O'zbekistonni juda katta minbarlarda e'tirof etilyapti. Buni bekorga emas, bejizga emas. Men bor shukr qilaman. Oddiy narsa. Oddiy bitta narsa. Futbolda jahon chempionati O'zbekiston chiqdi. Qani milliard olti bir Xitoy chiqqan yo'q, Hindiston chiqqan yo'q. Rossiyalar chiqqan. Men bunga minnatdor shukr qilaman bolam. Bu bor Xudoning yo'q deyishimiz kerak emas. To'g'ri. Gullasin, yashnasin. To'g'ri. Albatta. Shavkat Mirziyoyevning bu siyosatiga men ta'zim qilaman. Xalosa, Umrzoq aka, biz o'zbeklar, tojiklar azaldan bekorga et bilan tirnoq deb kelinmaganda. Albatta. Ayrim hali bizni o'rtamizga rahna solmoqchi bo'lgan hali munofiq odamlar ham bor. Endi noinsof. Shularni aytishimiz kerakki, baraka topkir, biz sen xohlaysanmi, xohlamaysanmi bitta xalqmiz, bitta elmiz. Sen haligi ko'chada karvonga hurgan itga o'xshab qolib ketaverasan, lekin bizning xalqimiz bitta. Birovni kelini tojik, birovni kuyovi o'zbek, birovni momosi, birovni bobosi o'zbek, tojik. Bu xalqda ajrashish mumkin emasmi? Va rahna sola olmaydi hech kim bu xalqqa. O yuzimiz, ko'rinishimiz bir, tilimiz bo'lak faqat. Faqat tilimiz ozgina farq bor. Faqat tilimiz bir. Har birimizni o'z niyatimizga yarasha ishimiz. Harakat qilaylik. Misol uchun men Tojikistonda yashayapman, xo'rzo'r emasman. Hamma xalqda tinchlik. Bizda yana ba'zi narsalar bor. Aytsang siyosat to'g'rimi? Bizda misol uchun men dalada fermer xo'jalik raisiman. Bizda 3 ta narsa. Birinchisi налог, soliq to'lash. Ikkinchisi ishlatilgan elektr pul to'lash. Suvga pul to'lashimiz kerak. Qolgan mustaqil kim bilan ishlaymiz, qanday ishlaymiz? Buni shukr qilib o'zimiz uchun ishlashimiz kerak. Siz masalan albatta siz fermer sifatida xorijiy kompaniyalar bilan shartnoma tuzib sotishingiz mumkin paxtangizni. Hamma narsani sotishingiz mumkin. Kimdan olsa olman, kimga sotish mumkin. O'z ixtiyoringizda. Mening iltimosim ikki O'zbek va Tojikistonda men tug'ilib O'zbekiston hayotini o'tkazgan Pirimqul Qodirov haqida 1928-yil 28-oktyabrda tug'ilgan. Mana 2028-yil 28-oktyabr yilligi bo'ladi. Xuddi shunday. Shuni bir iloji bo'lsa, bir yubileyni qilib haykallarni qo'ysak, men shuni iltimos qilaman. Shu masalaga amaliy yordam O'zbekistondan. Qadrli kuzatuvchilar, O'zbekiston xalq yozuvchisi, xalqimizni taniqli adabi, ajoyib asarlari bilan xalqimizning mehrini qozongan Pirimqul Qodirov, Umrzoq aka Doniyorning yaqin qarindoshlari bo'ladilar va u kishi tug'ilgan joylari Tojikiston Respublikasining O'ratepa tumanidagi Kengqo'l qishlog'ida tug'ilganlar. Umrzoq aka, bu taklifingizni Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasidagi Yozuvchilar soyuzi va mutasaddi idoralar e'tiborga oladilar, chunki Pirimqul Qodirov o'zbek adabiyotining juda
juda katta zabardast vakili. U kishining asarlari bir necha dunyoning tillariga tarjima qilingan. Mashhur yozuvchi. Gapingiz to'g'ri. Yana O'zbekiston bayrog'ini O'zbekiston bayrog'ini qabul qilishda sessiyada deputat sifatida juda faol fikrlar aytganlar. Shu odamning taklifi ham bor. U kishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida qo'mita raisi edilar. Undan keyin bu jarayonda yana 2 marta ishladilar va eng muhimi Pirimqul Qodirovga nisbatan Sharof Rashidov o'limidan keyin Usmonxo'jayev davlat tepasiga kelganda gidilyanchilar to'dasi bizni xalqimizni bezovta qilgan bir paytda Pirimqul Qodirov ham biroz aziyat chekdilar. Hatto Usmonxo'jayev o'zining dakladida Pirimqul Qodirov endi o'zini ajdodi Bobur Mirzoni billur qadahlarida mayishmoqchimi degan fikrlarni eshitganmiz. Shu paytda hurmatli yozuvchimiz Pirimqul aka juda ko'p aziyat chekkanlar. Va aytish kerakki, Pirimqul Qodirov O'zbekiston uchun juda katta xizmat qilgan va Tojikiston tuprog'i tug'ilganlar. Har ikki xalqimizning faxrli farzandi. Shuning uchun bu takliflaringiz o'ylaymizki e'tiborga olinadi, chunki Pirimqul Qodirovga haykal o'rnatilsa yozuvchi adiblar xiyobonida yoki u kishining nomiga bir ko'chalar berilsa, maktab berilsa yoki Pirimqul Qodirov ijod maktabi ochilsa, bu ijodkor bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimizga ham katta hayot maktabi bo'ladi. Rahmat. Xo'sh, demak Umurzoq aka, siz mana bu yerdagi kitob, sizga bag'ishlangan navbatdagi kitobni ko'rdim. Siz hayotingizga bag'ishlangan kitoblar ko'p. Ibrat umr e'tirofi bu Toshkentdan chiqqan ekan. Buni muallifi Nasriddin Ismoilov. Bu kishi juda xayrli ish qildilar va shu yerda ham ikkita tilda siz haqingizda maqolalar bor ekan. O'zbek va tojik tillarida. Mana qarang, demak, qalbimiz bir deganingiz shu. Kitobning muqovasiga e'tibor qarasak, juda baland tog'larni fonida rasmga tushganlar. Bu o'sha o'zlari tug'ilgan va xalqimizning ajoyib adibi Pirimqul Qodirov tug'ilgan qishloq. Suhbatimizning qolgan qismini biz o'sha tog'larning bag'ridagi archazorlar quchog'ida davom ettiramiz. Suhbatimizning ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Biz Tojikistondamiz. Tojikistonning So'g'd viloyati Shahriston tumanidagi qadim xushmanzara, go'zal va musaffo havolarga limmolim Kengko'l qishlog'idamiz. Hozirgi kunda bu qishloqning nomi Istiqlol deb o'zgartirilibdi. Ana shu qishloqda tug'ilib o'sgan Umurzoq akamiz. Suhbatimizning birinchi qismini biz cho'lda boshlagandik, Zafarobod tumanida. Ikkinchi qismini bu kishining tug'ilgan qishloqlarida mana shamolda daraxtlar, teraklar shovullab turibdi. Osmonda oppoq farqi bulutlar suzib yuribdi. Havo shu qadar musaffo, shu qadar shifobaxshki, nafas olib to'ymaysan, mazza qilasan odam. Demak, siz Umurzoq aka cho'lda baxt topgan odamsiz. Tug'ilgan joyi shu go'zal maskanni qanday tashlab siz cho'lga ketib qoldingiz? Buni hayot majbur qiladi. Tirikchilik qilish kerak, bir turam non topish kerak. Islomov Xolbota degan traktorist bor ham qishlog'imiz. Shu odamning qo'lidan hunar o'rgandim. Bir kela orpa unga zo'r kunlar bo'lgani. Hayot majbur qiladi. Ishlab yomon bo'lmadik bo'lam. Shunchalarga yetib bosh shukr qilishimiz kerak. Mana hozir Xudoga shu tinchlik. Mana qarang, siz o'sha cho'lda umringizni bekor o'tkazmadingiz. Mana ikkita Lenin o'sha paytda bu Sovet zamonida juda katta mukofot edi. Mustaqillik yillarida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlis deputati bo'ldingiz. Taniqli Paxtakor qishloq xo'jaligi xodimiga aylandingiz. Demak, hali aytyapsiz-ku, Tojikiston xizmat ko'rsatib, mexanizator bo'ldim, oldi Sovet deputati bo'ldim. Mehnatim orqasida mening bu xayolimga kelgan yo'q, tushimda ko'rganim yo'q. Yana bitta narsani men sizni surishtirib bildim-da. Bu odam qanday qilib bu darajaga erishdilar desam, bitta odam aytdiki, bu odam dedilar, topgan pullarini o'sha traktor haydab, mexanizator bo'lib, brigada boshi bo'lib topgan pullarini hammasini otalariga olib borib berardilar. Otam 86 yoshga kirgancha bir so'm puliga oilamga xiyonat qilgan bo'lsam, men niyat etmayman. Olib berib, otamga berganman. Bitta shoda duolarni olgani uchun kam bo'lgan. Bitta narsa aytib o'tiraman. 1970-yil jambasi bilan 1974-yil 18-mart kuni 7338 rubl prim oldim. U vaqtda juguli 4000, Moskva 3000. Olib borib otamga berdim. Sharif degan maganchi jo'ram bor Zafarobodda. Bitta pliska konyak olishim kerak. 6 rubl turardi bolgarskiy. Keyin opamga kelib aytdim, "Opa" dedim. Onangizga? Onamga, "Opa, sen" dedi, "Men og'ir farzandimman-da." "Opa" dedim. Otamdan 10 so'm olib ber. "Jo'rma o'lgur" dedi. "Shuni so'mni menga berib, otadan qanday so'rayman?" Hamroqul degan bir maganchidan, Nijonlik magancha qarz olib shu ishni qilganman.
Otam yo'q. Qaytib so'ramadingiz. So'ramasdim. Ana bugun Umurzoq aka sizni suhbatingizni ko'rayotgan Bor, Xudo boshimda, Xudo ibrat bo'lish kerak. Demak, siz bir umr otangizni duolarini olib, xizmatlarini qilib topgan pulingizni hatto hammasini berib duo oldingiz. Bugungi yoshlar ana shunday qilish kerak otalariga xizmat. Albatta, har bir mo'min musulmon ota-onasining duosini olish kerak. To'g'ri. Endi ikkinchi gap. Bu Kengqo'l qishlog'ida O'zbekistonning taniqli adiblaridan biri, O'zbekiston xalq yozuvchisi, Yulduzli tunlar, Uch ildiz, Avlodlar dovoni, Qora ko'zlar romanlarining muallifi xalqimizning sevimli adabi Pirimqul Qodirov ham tug'ilganlar. U kishiga siz aka-ukaning bolalarimiz biz. Biz amakimiz. Amakilar, aka-ukam. Mana misol uchun ular hammamiz mana shu turganlar hammasi bir ota-onalardan bolalarimizdan. Avlod bitta. Endi shu kishini qo'yan quloqda xotirlasak, Pirimqul akani ko'rgansiz yoshligingizda, u kishi qanaqa edilar sizni ko'zingizda, qanday tasavvur paydo qildi hozir? Nimalar esingizda qoldi shuni endi Pirimqul akamlar shunday akam bilan jo'raydi bir turram nonlarni bo'lishib yeydi. Jalmat To'ychaka mening akam, Pirimqul Amalloxon Ishonbon bilan to'rtov jo'raydi. Qayerga borsa birga borardi, birga kelar. Biz turgan joy, qadrli kuzatuvchilar, O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning hovlisi. Davlat mukofoti sohibi Pirimqul Qodirovning hovlilari bo'lgan ekan va Pirimqul akaning otalari Qodirqul bobo o'sha sovet zamonida tamg'a ostida, ya'ni boy bo'lganligi uchun quloq qilingan va mana shu yerda uylari bo'lgan ekan, uyda maktab sifatida foydalangan ekan. Men o'zim 1956-yil mana shu yerda 5-klass o'qaman. 55-yil kechirasizlar. Mana shu anavda imoratda. Mana bu 1956-yil mana bu kolxoz qayirma bilan ikkalasi qo'shilib ketgandan bu yoqqa o'tdi. Bu yerda 6-klassdan bor, 6-klass men shu yerda o'qaman. Mana shu joyda. Qarang. U kishi hali O'razali bobo aytdilar-ku, Pirimqul Qodirovning bir katta bo'lgan. U kishi yoshligida ham toshlarga o'yib bir narsani tiklab yozar edi. Hammasi yetishmoqchi bo'lar edim. Keyin nega o'chirib tashlading? O'razali ertaga siz bilan biz o'tib ketamiz. Bu toshlar bizdan esdalik bo'lib qoladi degan gaplarni aytdilar. Yetishakka mana o'rdalarda hazrim bor, toshlar turibdi. Umurzoq aka, mana sizlar aytdingiz-ku, O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning xotirasini abadiylashtirish O'zbekiston va Tojikistonda xayrli ish amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi dedingiz. Albatta hozir mana bu yerdagi mutasaddilar bilan biz gaplashdik. Xudo xolasa Tojikiston Respublikasidagi mas'ullar, O'zbek jamiyati madaniy markazi va Tojikiston yozuvchilar uyushmasi va boshqa mas'ul idora rahbarlari nasib qilsa bu yerda bir xayrli ishlarni amalga oshirmoqchi. Pirimqul Qodirov o'zbek bilan tojikda ardoqli farzand. Albatta. Dunyoga mashhur Chingiz Aytmatov Pirimqul Qodirov meni do'stim deb u kishining boshiga kulfat tushganda Pravda Izvestiya gazetasida O'zbekistonga bo'layotgan hujumlar va shaxsan Pirimqul Qodirovga bo'layotgan hujumlarni bu noto'g'ri bo'layapti. O'zbek xalqi poraxo'r emas, o'zbek xalqi jinoyatchi emas, bu ikkita-uchta Gitler Ivanovga o'xshagan mal'ullarning ishlari. O'shanda Pirimqul Qodirovga hujum boshlandi va Chingiz Aytmatov birinchi bo'lib Pirimqul Qodirovni himoya qildi. Ruhlari shod bo'lsin. Alloh joylari jannatdan bo'lsin albatta. Umurzoq aka, sizga katta rahmat. Qadrli kuzatuvchilar, biz Tojikistonning So'g'd viloyati Shahriston tumanidamiz. Bizni ajoyib suhbatdoshimiz tojikistonlik mashhur taniqli qishloq xo'jaligi xodimi Umurzoq aka Doniyorov bo'ldilar. Umurzoq aka Doniyorov bizni O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning qadrdon qarindoshlaridan biri. Ajoyib takliflar aytdilar. O'ylaymizki, bu takliflarni ham O'zbekiston ham Tojikistondagi mutasaddilar o'ylab, Pirimqul Qodirovning xotirasini abadiylashtirish bilan bog'liq xayrli ishlarga barokalloringiz bersin. Ming rahmat. Qadrli kuzatuvchilar, bizni Qiyofa YouTube kanalimizni nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Markaziy Osiyo shu bilan birga butun dunyoda kuzatuvchilari bor. Biz sizni barchangizga mustahkam sog'lik va bizni suhbatlarimizni, ko'rsatuvlarimizni ko'rib o'zingizning fikrlaringizni bildirishingizni istab qolamiz.